Meni bitta tanishim bordi, mashina bozorida mashina olib sotib ish qiladigan. Firib.uz deb sahna qilib berganman bolalar. Yomon debdi uy plus. Bu haligi oldi Spark orqasi Lacetti mashinani olib chiqib oladida, yangi Vipska deb bitta keyinni ham mingan buni deb berdi. Keyinni Ukraina chegarasida minganmi deysizlar mashinani ko'rib. Desangiz, yo'qchi Petnosi borda, aka deydi. Petnoda mashina borda, u men bilaman uni qanaqa turishini. Ne qarab turib, yangi Vipska mashina. Keyin bu ikkinchi opti bor hali. Bitta shep mingan, davlatchilik ishlaydigan odam ishga borib kelib yurgan. Nechinchi 38-chi? Probeysiz 20 ming. Uka davlatchi qo'shnisini uyida ishlagan bu odam. Prosta qizdirib tursa ham 20 mingdan o'tib ketadi deysiz. Ammo mashinani sharoitini ko'rib Nigeriyaga qatnaganmi deb o'ylaysiz. Hali mashinani. Ha, kraskasi qanaqa desiz 100% toza aka kraskasi deydi. Aka 100% toza emas, bu Telekom Svet Lacetti chiqmadi desa bitta chiqqan aka siz uchun. Kapotni bitta ko'tarsiz oq ko'rinib turadi kapot ichida. Ha, iplo yomon